Assalomu alaykum. Janob Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, Samarqand viloyati hokimi Adiz Boboyev. Hurmatli Janob Prezident Shavkat Mirziyoyev, viloyat hokimlari, tuman hokimlari, siz ishonib xalqqa yordam bering deb sizni vakillaringiz deb xalq hurmat qilib shulardan najot kutadi. Men jonimdan to'ydim. Bor haqiqatni aytaman shu bugun. Mayli menga bo'ldi, nima qilsalar qilsinlar. Men boshqa kuta olmayman. Janob Prezident, shuncha murojaatlarim chiqyapti, videolar bilan bular rasm, videodan suratlar bilan yopib tashlayaptilar. Tuman hokimligi, xotin-qizlar sovet raisi. Mana men oxirgi murojaatim chiqarganim yanvar oyida edi. Adiz Boboyevga. Adiz Boboyev ko'rib topshiriq berdilar. Tuman hokimi va sog'liqni saqlash Samarqand sog'liqni saqlash vazirligiga. Samarqand sog'liqni saqlash vazirligi ham kelib bir ko'rib va'da berib, tuman hokimi ham kelib quruq va'dani berib ketishdi. Endi bitta savolimga javob beringlar. Adiz Boboyev, bitta mashina bor odam boy bo'ladimi? Bitta taksistlik qilgan odam mana shunday bolani davolata oladimi? Ha? Mana bolani holati. Uy sharoitida yotibdi. Uyg'ona olmayapti, kuchsizlikdan, holsizlikdan uyg'ona olmayapti. Yaxshiyam mehrli xalqim, mehribon xalqim bor ekan, qo'ldan kelgancha duoda bo'lib ozmi ko'pmi yordam beryaptilar. Bir yil deganda xotin-qizlar sovet raisi kelib, mana bugun zamglavrach bilan ikkalasi kelib, ikkita non, yarim kilo mayiz, 1 kilo go'sht bilan menga olib kelgan narsasi umuman kerak emas. Boshimda erim bor, ro'zg'orimda o'tkaradi. Balaga kuchli mutaxassislar maslahati kerak. Davolanishi uchun qo'llaridan kelgancha tibbiy yordam kerak. Homiylarga qaratib qo'yaptilar. Homiylardan so'rang. Janob Prezident, siz yurtimizda, davlatimizda ajratayotgan, bunaqa bemorlar uchun ajratayotgan budjetlar qayerga ketyapti? Homiyga qarab qoldik biz, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani. Homiyga qarab qoldik. Qani haqiqat? Qani oyoq qo'li butun tegishli joyga murojaat yetadigan insonlar xohlagancha dori-darmon olib davolanib, xohlagancha davlat pulidan beryaptilar-ku tuman shifoxonasidan. Nima uchun kelib bugun mana Kattaqo'rg'on tumani xotin-qizlar sovet raisi Sayyora Jumayeva kelib suratga tushib ketdi. Nimaga suratga tushadi? Mendan beso'roq, mana nima uchun so'roqsiz suratga oladi bolamni? Nima meni xonadonimga kelib mendan so'ramay videoga oladi, suratga oladi. Nima sababdan? Nima oddiy fuqaro inson emasmi? Adiz Boboyev, siz topshiriq berdingizmi? So'ramaysizmi oxirini? Nima bo'lganini bilmaysizmi? Shu bolaning holati nima bo'ldi? Bordingmi? Nima yordam qilding? Hozir qanaqa holati? Menga jo'natib ko'rsatqani, onasi bilan hech bo'lmasa meni bir ko'rsatib gaplashtirqani deb so'ramaysizmi? Tuman hokimidan, tuman xotin-qizlar sovet raisidan, sog'liqni saqlash vaziridan. Hozir bolani shishib ketgan urologический tarafi 5-kun 2 kun oldin doktor kelib dori-darmon yozib berdi, qaytmasa chaqirasiz deb. Bugun kuni bilan kutdim. Qancha kutay, yana qancha kutsin bu? Homiydan so'rang dedi. Yaxshiyam bir Shahboz degan bola bor Samarqandda. Men lekin hadib homiydan pul so'ra olmayman, yo dori-darmon so'ra olmayman. Meni o'rnimga o'zlarini xotinlarini, onalarini qo'yib ko'rsin. Men tilamchilik qilmayman. Bolamga tibbiy yordam vaqtida davolanishini istayman. Hatto bolam uchun o'ziga kanal ochib yaxshi insonlar bor ekan, yomon insonlar ham bor. Karta raqamlar qo'ying degani uchun qo'yaman o'shanga. Ba'zi bir past, nazari past insonlar qancha gap qiladi. Biror marta efirda pul so'ramayman. Alloh borki, Allohdan qo'rqmaydilarmi?
Janob prezident, shuni siz chiqarayotgan farmonlaringiz, shuni yurtingiz uchun, xalqingiz uchun kuyib pishib, hamma atrofda tomoshabin bo'lma, hamma birga bo'lsin, birdek harakat qilsin degan farmonlaringiz shumi? Qani haqiqat? Yana qancha kurashay? Olim Sulaymonov aytganidek, tuman hokimi, viloyat hokimlarini telefonlariga tushib bo'lmaydi. Bir yil oldingi qilgan yaxshiligi uchun ular o'lgunimcha men ta'zimda balamni davolatmay kutib o'tiramanmi? Aziz Boboyev, sizni viloyat hokimi qilib janob prezident Shavkat Miromonovich tayinladilar. Viloyat hokimi sizlar prezident vakillari, prezident yordamchilari hisoblanasizlar. Bitta prezidentga yo yurtboshimizga tashab qo'yishlaringiz kerak emas. Har bir xalqni, har bir insonni eshitishlaringiz kerak. Har bir fuqaroning murojaatini natijasini yaxshi tarafga o'zgartirib xalqqa berishlaringiz kerak. Shuni haqiqat O'zbekistonda. Sizlarni qilayotgan loqaydliklaringiz, beparvoliklaringiz barisi janob prezidentimizni bo'yniga boryapti. Bitta inson katta O'zbekistonga qanday ulgursa har bir fuqarosini muammosini eshitishga haliyam shunchalar mahkam turib ham sizlar shunchalar loqayd surat bilan, video bilan yopyapsizlar. Kelinglar, mani yana videoga olib ketinglar. Noshukursan deylar tuman hokimimiz Jamshid Nasriddinov. Xotin-qizlar saveti raisi Sayyora Jumayeva. Sizni farzandingiz ayol kishisiz. Shunaqa bo'lsa kelib boshida suratga tushib, g'am qilib ahmoqona gaplarni gapirib o'tirarmidingiz? Janob prezident, mani kechiring, siz O'zbekistonni shuncha gullab yashlashiga harakat qilyapsiz. Siz qo'ygan vakillaringiz sizdek vijdonan xalqqa yordam qilmayapti. Siz chiqargan farmonlaringiz doirasida.